Voy Saidaxon, qaramaysanmi? Bolalarga loy o'ynashyapti ustilarini iflos qilib. Ukam tug'ilgan kuniga tort yasab beryapti. Voy aya, ko'chma-ko'cha issiqda ishim yurgandan ko'ra shuni o'ynab jim o'tirishaversin uyda. Bir oyda 7 tug'ilgan kun bo'lsa, loydan to'rt qilsin deganimi senga bu? Ayo, o'ynasa o'ynar. Voy o'la. Shuni ukasini tug'ilgan kunini Ansorda qilib beraylik. San ukang basmi? Ukam, bu shu Ansorda tug'ilgan kun qiladigan joy bor. O'sha yerga bizni olib chiqing. Menmi? Ha, siz buva? Voy, buva shuncha gap kerakmi? Undan ko'ra bitta Ansorga olib chiqing, shu yetadi. Bolajoningiz va do'stlar uchun Ansor Mall'dan eng yaxshi sovg'ani tanlang. Qanday qilib deysizmi? Sizlar uchun Ansor Mall'ning 4-qavatdagi bolalar o'yingohining oldida tug'ilgan kun uchun alohida joy tashkillandi. Buni yanada qiziq tomoni, bayram egasi uchun o'yingoh tekin, mehmon bolajonlar uchun esa o'yingoh 50% chegirmada. Bolajoningizni eng yaxshi kunini Ansor Mall'da o'tkazing. Bo'ldi, yuvininglar, Ansorga chiqamiz. Bo'la qolinglar. Xayriyat-e. Ansorga chiqadigan bo'ldik.